Assalomu alaykum og'aylar. Mana hozir bitta O'zgendan bir ukamiz kelganda, o'g'ini kelyapti. Mana 100 gram benzin il beruvdim. Mana ona qizil tiko kelyapti. 100 gram benzin il berdim. O'zimiz qilgan periodka qilgan karbyurator mana hozir qo'yib necha kilometr yurdik hozir tekshirib ko'ramiz. Hop. O'chiraver uka. Hop, mana hozir necha 30 kilometr mana ushlab turing. Ha, mana tagida ozgina benzin qoldi. Mana. Necha 30 kilometr. Adashyapsiz. 2 kilometr 300 yuribdi mashina. Mana benzin. Mana tagida qo'ygan benzin. 2 kilometr 300 yuribdi. Yurish qanaqa bo'lib tortishlar yengilmi? Holati va şey ideal karbyuratorni qo'yib berdik, xudo xolasa mana meni maza qilishadi. Shunda 4.3 chiqdi mashina. 100 ga. Hozir kalkulyatorda 100 gram benzinda 2 kilometr 300 ga ursang 100 ni 100 bo'lamiz 2-3 ga. 3 ga. Yo'q, 2.3 ga. Tochka 3. Barobar. Mana 4.3. Mana mashina ichgan hozir. 100 ga mana shu mashina mana. Hali mashina ichgan yo'q. Baklashkan tayda benzin turibdi. Shunaqa.